Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodar, bu savolingizni juda qiziq savol bo'libdi. Bizga ma'lumki, shariatda zino harom qilingan. Zino harom qilingan bo'lgandan keyin bu bokira qiz bilan zino qilinadimi yoki erga tekkan juvon bilanmi yoki bevalar bilan bo'ladimi, uni farqi yo'q. Hammasi harom qilingan islomda. Alloh taolo Qur'oni Karimda va la taqrabu zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila deydi. Ya'ni zinoga yaqinlashmanglar. Ya'ni zinoni qilish u yoqda tursin, zinoni ko'chasiga umuman yaqinlashmanglar. Chunki zino fahsh bo'lgan ish va yomon bir yo'l deydi Alloh taolo. Shuning uchun bu gap bizning xalqimizda bir johil odamlar ichidagi tarqagan gap bo'lishi mumkin. Bevalarga zino qilsa ularga yaxshilik qilgan bo'ladi degan gap bu mutlaq noto'g'ri, shariatga zid bo'lgan narsa. Zinoni farqi yo'q. Bokira bilan bo'ladimi, beva bilan bo'ladimi, hukmi bir xil. Katta gunohlardan, islomdagi eng gunohi kabiralardan hisoblanadi. Uni azobi nihoyatda katta bo'ladi. Agar bu haqiqiy bir islomiy bir davlat bo'lganda edi, bu zino qilganlarda jazosini eshitgan bo'lsangiz kerak. Agar uylanmagan yigit bo'lsa, darrov uriladi, 100 darrov uriladi. Agar uylangan bo'lganda edi, uni toshbo'ron qilib o'ldiradi. Dunyodagi jazosini o'zi shunchalik darajada. Oxiratda yana unga katta bir jazolar bor. Agar bu had bajarilmasa, bu jazo yo'qib ketmaydi, balki oxiratda qoladi. Oxiratda azobi bu yanada qattiqroq bo'ladi. Shuning uchun zinodan mutlaq yiroq bo'lish kerak. Alhamdulillah, mana Alloh taolo sizga tavfiq berib, mana shunday yaxshi yo'lga kiribsiz. Bu narsani mutlaq xayolingizdan chiqarib tashlang. Bu narsalar botil, noto'g'ri tushuncha bu narsa. Ya'ni bevalar bilan zino qilsa ularga yaxshilik qilgan bo'ladi, savob bo'ladi degan narsa bu mutlaq noto'g'ri. Qanday qilib inson gunoh ishni, harom bo'lgan ishni qilib, uni ortidan savob umid qilishi mumkin emas bu narsa. Bu juda ham noto'g'ri tushuncha. Shuning uchun bu narsadan mutlaq yiroq bo'ling. Bu gaplar botil bo'lmagan gaplar. Zinoni oqibati, jazosi nihoyatda katta, u butun insonning hayotidan barakani o'chiradigan, turli xil kasalliklar, vabolarni jamiyatda buzuqlikni paydo qiladigan narsa. Buni ko'p gapirish mumkin, umolganda bu siz so'ragan masala nihoyatda noto'g'ri bir tushuncha. Alloh taolo o'zi haqda sobit qilsin, iymoningizni mustahkam qilsin barchamizni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Davlat bo'lganda edi, bu zino qilganlarda jazosini eshitgan bo'lsangiz kerak. Agar uylanmagan yigit bo'lsa, darrov uriladi, 100 darrov uriladi. Agar uylangan bo'lganda edi, uni toshbo'ron qilib o'ldiradi. Dunyodagi jazosini o'zi shunchalik darajada. Oxiratda yana unga katta bir jazolar bor. Agar bu had bajarilmasa, bu jazo yo'qib ketmaydi, balki oxiratda qoladi. Oxiratda azobi bu yanada qattiqroq bo'ladi. Shuning uchun zinodan mutlaq yiroq bo'lish kerak. Alhamdulillah, mana Alloh taolo sizga tavfiq berib, mana shunday yaxshi yo'lga kiribsiz. Bu narsani mutlaq xayolingizdan chiqarib tashlang. Bu narsalar botil, noto'g'ri tushuncha bu narsa. Ya'ni bevalar bilan zino qilsa ularga yaxshilik qilgan bo'ladi, savob bo'ladi degan narsa bu mutlaq noto'g'ri. Qanday qilib inson va la taqrabu zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila deydi. Ya'ni zinoga yaqinlashmanglar. Ya'ni zinoni qilish u yoqda tursin, zinoni ko'chasiga umuman yaqinlashmanglar. Chunki zino fahsh bo'lgan ish va yomon bir yo'l deydi Alloh taolo. Shuning uchun bu gap bizning xalqimizda bir johil odamlarning ichidagi tarqagan gap bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodar, bu savolingizni juda qiziq savol bo'libdi. Bizga ma'lumki, shariatda zino harom qilingan. Zino harom qilingan bo'lgandan keyin bu bokira qiz bilan zino qilinadimi yoki erga tekkan juvon bilanmi yoki bevalar bilan bo'ladimi, uni farqi yo'q. Hammasi harom qilingan islomda. Alloh taolo Qur'oni Karim bevalarga zino qilsa ularga yaxshilik qilgan bo'ladi degan gap bu mutlaq noto'g'ri, shariatga zid bo'lgan narsa. Zinoni farqi yo'q. Bokira bilan bo'ladimi, beva bilan bo'ladimi, hukmi bir xil. Katta gunohlardan, islomdagi eng gunohi kabiralardan hisoblanadi. Uni azobi nihoyatda katta bo'ladi. Agar bu haqiqiy bir islomiy